Va nihoyat ishimni bitirib, 10 kun mazza qilib ta'tilda dam olib kelaman. Nima, bizani yana qo'shniga tashlab ketmoqchimi? Shunaqaga o'xshaydi. Voy, faqat shu qo'shni emas. Iltimos, o'tgan safar suv ham bermagan. Amallab yashab qolgandim. Suv berishmaydi. Ham menga ovqat berib, menga kelganida esidan chiqib qolgan-ku. Men hoslarni eshitdimmi? Yo'q, bu safar sizlarga aniq yoqadi. Sizlarga zo'r joy gaplashib qo'yganman. Assalomu alaykum, mehmonxonamizga xush kelibsiz. Marhamat. Chet el safariga ketyapman. Sizlarga mushuklarim ishonsam bo'ladimi? Albatta, ishonsangiz bo'ladi. Bizning mehmonxonada mushuklar uchun standart va lyuks toifadagi xizmatlar mavjud. Mehmonxonaning har bir xonasida 24 ga 7 xavfsizlik kameralari bor. Bu bilan har bir mijoz o'z mushugini 24 soat davomida uzoqdan kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, yong'in xavfsizligi, ventilyatsiya va har bir xonani bo'shatgandan so'ng doimiy dezinfeksiya ishlari yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi, mushuklaringiz ishonchli qo'llarda. Mani mushuklarim yaxshimi? Hammasi yaxshi, ular sog' salomat. Jonim mani. Agar siz ham mushuklaringizni qoldirishga ishonchli joy qidirayotgan bo'lsangiz, Happy Moor'ni tavsiya qilaman.